Arab tili yo'nalishidagi o'quvchilarning eng katta muammosi menimcha shaxsiy deb o'ylayman, dangasaligi. O'rganmoqchi bo'lgan odamlarda eng katta muammolari bo'ladi. Bu qayta o'qitganingizda yanada yuzaga chiqadi. Bu muammolar nimalar bo'lgan va hozirgi kunda nimalar deb o'ylaysiz? O'quvchini muammolari bilan kurashsa kerak, dangasaligi bilan. Bu o'zimdagi shaxsiy muammoyam deb bilaman, eslab qolish. Moddiy taraflama qiynalmasa yoki qanaqadir muammolarga kirib qolmasa, yaxshi o'qiyotgan bo'lsa, darsi vazifalari joyida bo'lsa, uje boshqa bahona yo'q. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, nemis xarakter bo'lmasa. Nemis xarakterli talabalarni o'qitganmiz, ko'rganmiz, haqiqatdan natijaga, rezultatga yetib boradi. Yana bir muammo bor. Buni endi arab tili shunoslar to'g'irlashimiz kerak bo'lgan jarayonlardan biri. Bu ham ustoz o'quvchini yoki talabalarni bir-biri bilan qovushtirib olish kerak. Baribir o'qituvchilik, ustozlik talab qiladi odamlar bilan yaxshi ishlay olishda. Assalomu alaykum ustoz. Xudo xolasa bugungi intervyuimizda bir qancha savollar tayyorlab qo'yganmiz. Inshaalloh hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Biz kutgandek natija bersa, balki keyingi sonlarni ham olarmiz. Habibullo Ahmadov sifatida Habib Akademiya o'quv markazini rahbari sifatida taniymiz va buni yanada chuqurroq bilishlik uchun bir necha savollarimiz bor. Avvaliga o'zingiz haqingizda, boshqalar bilmagan, ya'ni o'zingiz haqingizda bir yaqinroq qilib tanishtirsangiz, gapirib bersangiz, bu yo'nalishga qanday kirib qolgansiz, nima sababchi bo'lgan, nima turtki bo'lgan, shu haqida qisqacha gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Suhbatimizni boshida hammaga rahmat aytaman. Habib Akademiyasi o'ziga umuman asos solishimizdan oldin Xo'p, Azharda, Misrda o'qiganmiz bir necha yil. 2016-yil bu yoqqa O'zbekistonga qaytganmiz va keyin bir necha yo'nalishlarda ishlaganmiz. O'zimizni ko'rsatgan, ijod qilgan yo'nalishlarimiz bor, kirib chiqib ketgan yo'nalishlarimiz bor. Misol uchun aynan ta'limdan to'g'ridan-to'g'ri oldingi ishlagan oxirgi sohalarimdan biri remen sohalari bo'ladi. Remen sohasini yaxshi tushunamiz. Lekin 2018-yil Qur'on musobaqasi bo'ldi. Qur'on musobaqasida qatnashdik. Prezident o'tkazgan musobaqalarida tuman bosqichidan birinchi o'rinni oldik. Respublika bosqichi, shahar bosqichidan birinchi o'rinni oldik. Respublika bosqichiga kelganimizdan keyin respublika bosqichida eng yosh qori nominatsiyasini oldik va o'shandan keyin yo'nalishimiz arab tiliga burilishiga sababchi bo'ldi. O'zimizni ishlayotgan joyimizdan bo'shadik. Ota-onamiz o'sha paytlar o'quv markaz sohasiga o'zi kirishgan edi. Biz ham ta'lim sohasiga ana o'shanda 2018-yil kirib bordik va ana o'sha davrdan beri, ana o'sha paytdan beri ta'lim jarayonidamiz. Ustozlarimiz o'quv markazligida ishlashga taklif berishgan. Ota-onamiz o'zligi ishlashayotgan o'quv markazida ishlashga taklif berishgan. Lekin bu jarayonda ularni ishlayotgan uslubligi va ularni ishlayotgan yo'nalishligi menga sal ma'qul kelmagan. O'shaning uchun erkin ijod qilish uchun o'quv markazi izlaganmiz, o'quv markaz qidirganmiz. 2018-yil bir necha o'quv markaziga barobar kirdim. Orasida mana bizning eski talabalarimiz bor, haligacha bizani kuzatadigan yoki haligacha o'qib yuradigan. Ba'zilari Yunusobodda o'qishgan, ba'zilari Chilonzor Oqtepada o'qishgan, ba'zilari Chorsida o'qishgan. 2 yil adashmasam shu ba'zi insonlarni o'quv markazligida ishladik. Xo'p, Arkan ichidagi anaqada ham bir ishlaganmiz. Keyin kelishmovchiliklar yuzaga chiqqan qaysidir rahbarlar bilan. Qarasam, o'sha o'sish nuqtam tugadi u yoqda. Va u yog'iga keyin o'zimiz Habib Akademiyaga asos solganmiz. O'sha 2020-yillardan boshlangan bu o'quv markazi tarixi. Boshida tavakkalchilikka boshlaganmiz. Bitta qilib ko'raylik qanaqa bo'lar ekan. Endi o'zimiz dars berganmiz, boshqa qilganmiz-ku, lekin mablag' yoki anaqa nol bo'lgan paytdan tavakkal o'xshadi deb boshlaysiz. Alloh mana barakot berdi. Va hozir mana Habib Akademiya rivojlanishda ketyapti. 2018-yildan boshlagan bo'lsangiz, ochishdi, yurgizishdi.
Bu yo'nalishda sizni eng qiynagan, bu yo'nalishga kirganda, bu darajaga chiqishga sizda eng qiyin bo'lgan holatlar nima? Xo'p, 2018-yildan oddiy o'qituvchi bo'lib ishlaganmiz. 2021-yil asos solingan birinchi o'sha o'quv markazimizga boya aytib o'tganimdek, undan oldingi holat bor va undan keyingi holat bor. Endi haligacha ko'p masalalar haligacha ochiq, oxirigacha yakunlanmagan. Sekin-sekin ko'p masalalarni vaqt o'tishi bilan vaqt davolaydi degandek. Ulardan biri arab tili yo'nalishida programmalarni qayta bitta to'ldirib olish bo'lgan. Bu eng asosiy muammolardan biri bo'lgan. Chunki arab tilida o'sha paytlar mana arabshunoslar bilishadi, shifohiya degan programma bo'lgan, mabdul qiroat degan programma bo'lgan yoki yana ba'zi baynadek programmalari bo'lgan. Bu programmalar ham o'ziga yarasha hurmatiga ega zo'r kitoblar, lekin hozirgi zamonaviy uslubni qoniqtiradigan programma yoki dastur kerak edi. Fonetika bo'yicha boshlang'ich ta'lim bo'yicha muallimi soniy programmasi bo'lgan. Endi muallimi soniy programmasi ham yaxshi zo'r kitob. Haligacha misol uchun arablar, ayniqsa arab diyorlarida misrliklar ham ishlatishadi bu kitobni o'rgatishda. Lekin bizani o'zbeklar kitobni kichkinaligi va hajmini kamligi tufayli to'liq o'rganishga ulgurolmay qolishadi. Bu narsani menimcha ko'p arab tili o'qituvchilari his qilgan, sezgan va o'shaning uchun ham aynan shu muammolarimizdan biri bo'lgan. Bu bo'yicha alohida shunaqangi kitobga harakat qilishimiz kerak va boshlashimiz kerak degan. 3-4 yil ichida mana Xudoga shukr fonetika bo'yicha alohida kitob yig'ib chiqdik. Bu yig'ib chiqqan kitobimizni qo'mitalardan tasdiqdan ham o'tkazib oldik. Mana Xudoga shukr. Endi hozirgi etapimiz grammatika bo'yicha arab tili bo'yicha ketyapti. Arab dasturlari, tayyor arablardan olingan dasturlar ham zo'r. Nima bo'lar ekan? Arablar o'zini tili bo'yicha usta, lekin arablar tuzgan kitobda bitta minusi bo'ladi. Nima minusi desangiz, ular umumiy tuzadi. O'sha bu kitoblarni misol uchun arab til bo'yicha til sifatida o'rgatadigan baynadagi kitobi bor. Miftah kitobi bor, takallum kitobi bor, bir necha kitoblar bor. Buni tuzgan pedagoglar umumiy pedagogiyaga qaragan va til sifatida barcha butun arab bo'lmagan insonlarni o'rgatishga qaratilgan kitob. Lekin baribir bitta narsani bilasiz, o'zbek millatini fikrlash doirasi bor. Undan tashqari O'rta Osiyoliklarni o'zini alohida fikrlash doirasi bor. Bu narsa ora-orada qanchadir ixtilof keladi, ya'ni kelishmovchilik. Yana ham kitob ochib bera olmaydigan nuqtalar bor va o'shaning uchun ham afzal deb bilardim. O'zbek ustozlari, o'zbek mutaxassislar alohida o'zbekcha kitobga asos solishsa, hozir Xudoga shukr juda ham ko'p arabistlar bilan suhbatlashamiz, gaplashamiz, harakat qilishyapti kitob yig'ishda va boshqada. Bizning o'zimizda ham mehnatimiz bor, qo'ldan kelgancha hozir biz ham jarayondamiz. Lekin til bo'yicha hali endi kutyapmiz, balki yorug'likka bir o'ta go'zal kitobni ko'rib qolarmiz. Xudo xolasa. Yuqorida aytib o'tgan masalalaringizdan, muammolardan tashqari, ya'ni muammodan tashqari yana qanaqa muammolar ochish chog'ida, boshlash chog'ida duch kelgansiz? Xo'p, yana shunaqa muammolardan desak, moddiy taraf bo'lishi mumkin. Har bitta odam biznes boshlayotganda baribir yo uni qo'llab-quvvatlovchilar bo'ladi yoki tavakkaliga boshlaydi. Endi biz ham xuddi shunaqa qarz evaziga tavakkalchasiga boshlaganmiz, lekin bu unaqa katta qiyinchilik bo'lmaydi odatda. Haqiqatda tavakkal qila oladigan inson u qaddini uradi. Bu narsa yengil emas. Yana u qiyinchiliklardan eng asosiy o'sha paytdagisi boshqaruv bo'lgan. O'sha odamlar bilan birinchi marta o'sha nima desa bo'ladi, arabchalab ihtikak deydi. Ya'ni odamlar bilan yo'liqish yoki odamlar bilan muloqot qilish yoki odamlar bilan o'sha ishlash deydi. Bu meni birinchi anaqam bo'lgan. Chunki undan oldin xodim sifatida ishlaganman o'sha o'quv markazlarida yoki o'quv markazidan ham oldin boshqa sohalarda ham xodim sifatida ish yuritganmiz. Lekin rahbarlik pozitsiyasi bu umuman boshqa pozitsiya.
Shundan juda ham ko'p muammo bo'lgan va ko'p xatolarimiz evaziga bu bo'yicha sekin-sekin o'sib, odam dunyo fikrlashini, dunyo qarashini o'zgartirib yuboradigan hodisalar, voqealar ko'p bo'ladi. Bu ham o'sha sekin-sekin o'zimizni rivojlanishimizga sababchi bo'lgan narsalardan deb o'ylayman. O'quv markazidan bo'shaganimdan keyin oldimda ikkita yo'l bo'lgan. Yo yana boshqa o'quv markaziga borib turib birovni qo'lida yana davom etish, ishlash xodim sifatida yoki o'zim alohida ochib yurg'izish. O'zi rahbarlik etapiga o'sha paytdan qiziqishim juda ham ko'p bo'lgan, chunki o'sha paytda ham ba'zi bir ikkita kursimizni bitirgan o'sha bolalarni yoki talabalarni ajratib, ularni qayta 2-3 marta o'qitib, undan tashqari ularni shogird sifatida tayyorlab turib, o'rvinini olib chiqish va kelajakda bir arab tili bo'yicha kattaroq hissa qo'shamiz billa deb umid qilganman, o'ylaganman, lekin odam xatosidan o'rganadi. Ba'zilari turli xil masalalar bilan o'sha paytdagi insonlar hammasi chiqib ketishgan. U paytda baribir niyat qilasiz, nimadir niyatlarni qilasiz, lekin odamlarni to'g'ri tanlolmaysiz. Odamlarni hali ko'rmagan bo'lasiz, odamlarni hali xodim etapidan rahbar etapiga o'tganingizda bizga ko'p dars bo'lgan deb o'ylayman. O'zi eng qiynaydigan masala ham aynan xodimlar masalasi bo'ladi. Ham xodim, ham sizda nafaqat xodim, balki shogird sifatida ham kelgan bo'ladi-da. Shunisi ham qiynagan deb o'ylayman. Xo'p, yana mavzudan uzoqlashmagan holda aynan arab tili o'rganmoqchi bo'lganlar, boshida endi aytdingiz hozir ayrimlarini olib qolib turib, yana qaytadan o'qitganman deb. Shu o'qishlari jarayonida sizda katta tajriba bo'lgan bo'lsa kerak, o'rganmoqchi bo'lgan odamlarda eng katta muammolari bo'ladi. Bu qayta o'qitganingizda yanada yuzaga chiqadi. Bu muammolar nimalar bo'lgan va hozirgi kunda nimalar deb o'ylaysiz? Xo'p, o'zi har bitta ustozning eng katta muammosi menimcha o'quvchining dangasaligi bilan kurashish bo'lsa kerak. Bu bitta arab tili sohasida emas, xohlagan, istagan sohangizda o'quvchining muammolari bilan kurashsa kerak, dangasaligi bilan. Endi yana bir mavzudan uzoqlashmagan holatda savolim bor edi. Aytdingiz hozir ayrim o'quvchilarni hattoki qaytadan o'qitirdim deb olib qolgan holatda yana qaytadan kursda o'qitirib chiqdim deb. Bunda yaqqol ko'rinadi arab tili o'rganayotganlarni va o'rganmoqchi bo'lganlarni asosiy muammolari. Men o'zim ham bir necha yil arab tilini o'qiganman va ayrim muammolarga duch kelganman. Bulardan men o'zimda bo'lgan muammo, endi bu o'zimdagi shaxsiy muammo ham deb bilaman, eslab qolish arab tilidagi so'zlarni, lug'atlar ko'pligidan. Siz qanday fikrdasiz? Ya'ni qanaqa muammolar bor? Xo'p, arab tili yo'nalishidagi o'quvchilarning eng katta muammosi menimcha shaxsiy deb o'ylayman, dangasaligi. Eng katta o'qituvchilarni balki o'zi ko'p hamma soha mutaxassislari, hamma ustozlarni eng katta kurashadigan narsasi bu o'quvchilarni dangasaligi. Xo'p, dangasalikdan tashqari ko'pincha o'qituvchilar o'quvchisiga qanaqa dars berishni yo'llarigacha o'rgatadi, lekin o'quvchi jiddiy e'tibor bermaydi shu narsaga. Bu ham shu qadamlardan biri deb o'ylayman. Ya'ni mashinaga haydash uchun o'tirish boshlaganingizda sizga instruktor mamta gaz, mamta tormoz, bunaqa qilasan deydi va xatolarni ko'rsatib beradi sizga. Ko'p xato qilasiz, tajriba qilasiz, shu orqali rulga o'tirib ketasiz. Bu sohada ham, ayniqsa arab tili sohasida ham xuddi shu narsa bor. Xo'p, sizga o'rgatadi, lekin o'rgatgan ishini qilmasangiz, siz o'zingizni joyingizda baloningiz aylanib yotaveradi, yuraverasiz. Mamnaqa vazifa qilgin deydi, mamnaqa dars qilgin deydi, mana bu vaqtlarda qilgin deydi. Shunaqa holatlarni ko'p uchratganmiz va shuning uchun ham ba'zi talabalarimiz kursni qayta o'qishini ham o'zligi ham xohlashgan yoki biz o'zimiz ham tavsiya qilganmiz. Keyin bu yerda yana bir masala bor. Haqiqatda aytganingizdek, qobiliyat degan narsa bor. Xudo hammaga ham qobiliyat har qanaqasiga yuqtiradi. Kimdirlar xotirasi kuchli, bittada ma'lumotni qabul qiladigan bo'ladi, lekin undan tashqari uni ziddi ham bor. Lekin endi uni ziddi menimcha qayta takror bo'lsa, manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni bittada hazm qila olmaydigan inson qayta yana o'qisa yoki yana qayta 2-3 marta takrorlasa manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Bu bo'yicha arablarning xalq maqoli ham bor.
at-takror yuallimu shuttor deydi, ya'ni takror qilish aqlli insonlarga foyda beradi yoki aqlli insonlarni o'rgatadi degan xalq maqoli ham bor. Endi u yog'i Allohning bergan qismatida. Agar qiynalib birinchisida o'rgana olmagan bo'lsa, u umidni keng qilib yana qayta boshlayverish kerak. Demak, bu yerda asosiy muammo o'quvchining o'zida, dangasaligida. Shunaqa. Lekin unchalik dangasa bo'lmaganidan. Xo'p. Keyingi savolni beradigan bo'lsak, kurs boshida kelgan ayrim o'quvchilar oxirigacha bormaydi. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Xo'p, bunga endi bizni mana statistika va bu yerdagi o'rganishlarimizni jarayonidagi xulosamni aytaman. Endi bu qanchalik haqiqatga yaqin tomoshabinlarning o'zligi, hamma o'zini holatini o'zi biladi. Xo'p, ba'zi 30-40% insonlar qanaqadir moddiy holatga ilojsizlikdan kela olmasligi mumkin yoki qanaqadir muammolarga kirib qolib kela olmaydi. Lekin yana qolgan qismi asosan dars qoldirgani yoki vazifani chala qilgani oqibatida o'qishni tashlab ketadi. Ya'ni bir darsga keladi, vazifasini yarim bajaradi yoki chala bajaradi yoki umuman bajarmasdan keyingi darsga boradi. Qiynaldi, bir qiynaldi, ikki qiynaldi, bo'ldi, o'sha qolib ketib qoldim kursdan deydi, bo'ldi, shu bilan to'xtatadi. Yoki bir darsi bor, qaysidir vaqtda ozgina dangasalik qilib erinadi o'sha darsga borishga. Undan muhimroq yoki undan qiziqroq nimadir chiqib qoladi u insonning hayotida. Oilaviy yig'ilish bo'lsin yoki misol uchun qanaqadir jarayonlar bo'lsin, keyingi darsga borib yetib olaman deb niyat qiladi. Lekin men afsuski keyingi darsga borib yetib olishi unga qimmatga tushadi. Ko'z ochib yumgungacha marrani u yoqda bo'lishadi. Orqaga qaytib ketgan bo'ladi. Aytganingizdek, asosan dars qoldirganligi sababli yeta olmasidan kurs tashlab chiqib ketishadi. Eng ko'p bundan ham tashqari yana qaysi bahonalar bilan tashlab ketishadi o'qishni? Bundan ham tashqari yana ustoz va shogird an'anasiga rioya qila olmagan talabalar ham bor, kuzatiladi. Xo'p, yoki sheriklar bilan qanaqadir muammolarga uchrab turib, kursdoshlari bilan, o'sha xonadagi o'qiydigan insonlar bilan uchrab turib, o'qishni tashlab qo'yadigan odamlar ham bor. Lekin asosiy sabablari shu. Chunki moddiy taraflama qiynalmasa yoki qanaqadir muammolarga kirib qolmasa, yaxshi o'qiyotgan bo'lsa, darsi, vazifalari joyida bo'lsa, o'sha boshqa bahona yo'q va boshqa bahona bo'lmagandan keyin shu tempda ketayotgan talabalarimiz natija rezultat qilib berishyapti. Shu joyda aytib o'tdingiz hozir guruhdoshlari bilan, kursdoshlari bilan yo kelisha olmaganligi sababli, chiqib keta olmaganligi sababli shunday o'quvchilar bo'ladi, shunday odamlar bo'ladi, introvert insonlar. Ular guruhda ko'pincha ishlashga qiynaladi. Guruhga kirganda moslash olgungacha vaqt kerak bo'ladi. Bular bilan yondashuv qanday bo'ladi? Bularda ketish ehtimoli qancha yo qolish ehtimoli qancha? Bularga qanday yondashuv qilinadi? O'zi yolg'iz insonlarni tabiatida bor, bittada chiqishib aniq qilib keta olmaydi, hamma bilan muloqot qilib keta olmaydi va ana shunaqa insonlar yoki ana shunaqa insonlarning qarindoshlari o'ylaydiki, men bu bolamga yoki men bu qarindoshimga yoki men o'zim individual darslarda yolg'iz o'qiydigan bo'lsam manfaatli bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin buni yana bitta salbiy taraflari bor. Salbiy taraflaridan biri u o'quvchi uzoqqa bormaydi. Agar bitta narsa kuzatilmasa, agar u odam punktualniy odam bo'lmasa yoki soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, nemis xarakter bo'lmasa. Nemis xarakterli talabalarni o'qitganmiz, ko'rganmiz, haqiqatdan natijaga, rezultatga yetib boradi va qisqa muddat ichida siz xohlayotgan narsani qilib beradi. Lekin undan tashqari individual, ya'ni yakka tartibda o'qigan talabalarni 95% yoki 90% birinchi oy o'qib turib, ikkinchi oyga to'xtatadi. Bunga sabab nima? Sababi o'qituvchiga munosabati yaqin munosabatda bo'lgandan keyin o'qituvchiga bemalol dars vazifani chala bajarganiga aytgani botin oliydi yoki dars qoldirib turib darsni boshqa kunga surishini ustozdan iltimos qila oladi. Guruhda bo'lsa, bu narsa guruhda sal odamni hayqib turadigan holatga olib kelib qo'yadi. Sal odamni chegaralab turadi.
Endi men o'shaning uchun tavsiya qilaman, yakka xarakterli insonlarda iloji boricha yo punktualniligini o'zi ishonsa, bilsa, individual darslarga qatnashishini yoki ustozlarda guruhlar bilan o'qishini. Yana bu yerda ustoz tarafdan o'tadigan yana bir masala bor, yana bir muammo bor. Buni endi arab tili shunoslar to'g'irlashimiz kerak bo'lgan jarayonlardan biri. U ham ustoz o'quvchini yoki talabalarni bir-biri bilan qovushtirib olish kerak. Chunki har bitta insonni kelganda o'zini qobig'i bo'ladi. Va u qobig'idan ochib olish uchun ustoz jiddiy harakat qilmasa, e'tibor bilan u odam uzoqqa bora olmaydi. O'zini erkin ola olmagandan keyin uzoqqa bora olmaydi. Endi bu narsa pedagogik mahoratga va psixologik o'rganishlarga qadaladigan masala. Baribir o'qituvchilik, ustozlik talab qiladi odamlar bilan yaxshi ishlay olishdi, psixologiyadan xabardor bo'lishdi. Chunki bunday o'quvchilardan guruhda olib keta olishi, birgalikda keta olishlik uchun albatta unga alohida yondashuv kerak. O'zi guruhda 30 ta odam bo'lsa, ustoz bir ma'noda 30 ga bo'linadi-da. 30 xil xarakter insonga yondasha olishi, ular bilan kirishib keta olishi ham talab qilinadi. Shu joyda yana bir narsani aytib o'tib ketaydi. Xo'p, yaqinda ham bir jarayon holat bo'ldi. Bir ustozimiz bilan aynan pedagogika bo'yicha kitob muhokama qilib o'tirganimizda bir jamoatga, ommaga ko'rsatganimizda ba'zi insonlarni tanqidiy fikri yuz berdi, chiqdi. Bir tomondan u insonlarni tanqidiy fikri o'rinli, lekin qaysidir ma'noda uni oqibatidagi teskari qarshi natijalar ham bor. Arab tili sohasida ko'pchilik o'ylaydiki, men dokumentimni oldim, sefirimni oldim. Ya'ni sefir bu xuddi o'sha IELTS maqomidagi sertifikat bo'lsa va bu sizni bilimlaringizni, ko'nikmalaringizni tekshirgan holatda sizga sertifikat beradi. Bilimingiz, ko'nikmangiz bo'lsagina beradi. Endi men ko'nikmam bor, men institutda o'qiyapman yoki hujjatim hammasi zo'r. Ana endi mandagi odam yo'q yoki men o'sha arab tilida kuchli mutaxassisman degan fikrga borib qoladi. Vaholanki hamma ma'lumoti bor inson o'sha ma'lumotni chiroyli uslubda yetkaza olmaydi. Ma'lumotni borligi bu ma'lumotni yetkazishga yetmaydi, kifoya emas. 3-4 xil uslub orqali yaxshi bemalol keltirib bera olaman. O'zimizda amaliy kesimizda bo'lgan bir ustozimiz darajalari C1, ilmiy unvonlarini eshitsangiz siz havas qilasiz. Men havas qilaman. Yuqori. Lekin talabalar kiradi, o'qiydi, boshqa qiladi. Ikkita darsni o'zidayoq ustoz yoqmadi deb izoh berib chiqib ketishadi. Nimani hisobiga bu? Darajasi katta, ancha bilimga ega inson, lekin uni ziddida yana bitta qarshi narsani ko'rasiz. Darajasi pastroq undan, ilmiy unvoni bormikan, o'ziga yarasha yetadi. Lekin o'quvchilar u odamga yopirilib kelishini ko'rsangiz, xursand bo'lib ketasiz. Shunaqa odam ham bor ekan deysiz. Endi bularning ikkalasini nima farqi bor desangiz, ma'lumotni taqdim qilishda. Bittasi chiroyli uslubda taqdim qilyapti, bittasi ma'lumotni taqdim qilishda yo chalkashyapti, yoki uslub yetishmayapti unga, yoki odamlarni o'qib olishga mahorati yetishmayapti. Zerikayapti o'quvchi, jahli chiqyapti o'quvchi, gapim yoqmayapti o'quvchiga, o'quvchini mana bu narsa bo'yicha muammosi bor degan narsalarni o'qib olishga tajribasi yetmayapti. Shuning uchun ham o'quvchilar undan ketyapti. Yana shu joyda bitta narsani aytib o'taman. Mana maktabda yaxshi ko'rgan ustozlaringiz bormi? Bo'lgan. Nimaga yaxshi ko'rgansiz o'sha ustozlarni? Chunki ular yondashishni bilgan biz bilan. Mana shu narsa. Yomon ko'rgan ustozlaringiz bormi? Men o'zi endi bu narsani tan olish kerak. Har bir yangi kirgan o'qituvchi bilan boshda urushib olardim. Keyin u ustozning yaqin o'quvchisi bo'lib olardim. Shu sabab yomon ko'rgan o'qituvchim deya olmayman-u, lekin chiqish olmagan o'qituvchim bo'lgan. Yomon ko'rgan faningiz bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Nima uchun shu fanni yomon ko'rgansiz desa, ustoz to'g'ri yondash bera olmagan. Ustozni
pedagogik va psixologik bilimi yetmagan. Xuddi shu o'rinda keysda aytib o'tadigan bo'lsam, universitetda birinchi kursli vaqtimizda bir fan kirgan. Endi u fanda qaysi nimaligini aytib o'tmayman. Bizga eng zerikarli va eng qizig'i yo'q fan o'sha edi. Birinchi semestr tugadi, ikkinchi semestrda xuddi shu fan qo'yildi, biz norozi bo'ldik, qo'yilmasin deb. Bilsa o'qituvchi almashibdi va ikkinchi semestrda oxiriga borib hammadan so'ralganda eng sevgan faning qaysi desa, birinchi semestrda yomon ko'rgan fanini aytgan. Chunki keyin kelgan o'qituvchi buni zo'r qilib yetkazib bergan bizga. Bu yerda nafaqat ilm, balki albatta aytganingizdek mahorat kerak bo'lar ekan. Bu inson ikkinchi semestrda kirgan inson bizga rostmon yetkazib berganda, u fanning mohiyati nima, uni o'rganib biz nimaga erisha olamiz, undan keyin nima ola olamiz biz. Bu shunchaki quruq gap so'z emasligini bizga anglatib bergan. Mana shu narsa haqiqatda o'qituvchi shunaqangi shaxski, guldan, taxir narsadan asal chiqarib beradigan ariga o'xshaydi. Hech gulni yeb ko'rganmisiz? Adashib bo'lgan. Taxir bo'ladi-ya mazasi. Lekin aynan shu guldan asal ari nechtadir gulga qo'nib turib, nechtadir bilimlarni hammasini yig'ib turib, sizga bitta eng shirin narsani taqdim qiladi. To'g'ri. Bu endi ustozning o'zini tajribasi yoki ustozning o'zini mahorati desak, mana shu yerda mubolag'a bo'lmaydi. Juda zo'r o'xshatish bo'ldi. Ko'p narsa albatta ustozning mahoratiga, ustozning qanchalik endi asalari bilamizki, tinim bilmaydi. U guldan bu gulga, undan bunga yurib, keyin asalni yig'adi. Biz ko'ramizki, eng zo'r mutaxassis ustozlar ham xuddi shu asallar singari siz aytganingizdek tinim bilmaydi, ham o'zini ustida ishlaydi, ham talabalarning ustida ishlaydi va talabalari ham o'sadi, o'zi ham o'sadi. Talabalarni o'sayotganini ko'rib, mana ustoz sifatida o'zingiz ham aytasiz, talabalaringiz o'ssa, talabalaringiz bir yutuqqa erishsa, o'quvchilaringiz erishsa, xuddi o'zingiz erishgandek xursand bo'lasiz. Bu ham bir iftixor qana, o'zgacha. Yuqorida aytib o'tdik, oxirigacha bormaydigan o'quvchilarni, oxirigacha bormasdan nima sabablar bo'yicha tashlab ketishlarini. Endi agar oxirigacha borsa-chi kursda, oxirigacha borsa, nima ko'nikmalarni hosil qiladi, nima ko'nikmalari rivojlanadi, qanday ko'nikmalarni o'zida shakllantiradi. Qarang, bu savolingizga Xudoni yaratgan fitratidan javob beraydi. Tushunish oson bo'ladi ko'rayotgan tomoshabinga. Mana bola tug'ilgandan keyin onasini qo'lida 2 yil faqat tinglaydi. Faqat tinglaydi. 1 yoshidan, balki 2 yoshidan, balki 3 yoshidan tili chiqadi. Acha-chacha qilib, ona qilib, nimadirlar qilib gapiradi. Nomiga sekin-sekin so'zlarni xato qilib gapirishni boshlaydi. Bilasiz, shirin tuyuladi bu yoshda, bu vaqtda. Vaqt o'sadi, 2 yil vaqt o'tdi. 2 yil vaqt tugagandan keyin gapirishni boshladi. Keyin maktabga chiqquncha necha yoshdan chiqadi maktabga? 7 yoshda. Demak, o'rtada gapirib bo'lgandan keyin 5 yil faqat gapirish ko'nikmasini nima qiladi? Rivojlantiradi. Gapirish ko'nikmasini rivojlantirgandan keyin maktabga chiqadi va ona tili nechinchi sinfdan o'tiladi? Boshlanishidan sekin berilib boriladi birinchi sinfdan. Boshida adabiyot ko'proq beriladi, lekin ona tilining haqiqiy qoidalari qoida sifatida aytishligi bo'yicha 2-sinfdan yoki 3-sinfdan ekan. Ancha esimdan chiqarib qo'yibman deb maktab davrlarini. Qizi bor, o'g'li bor insonlar o'sha haqiqatda o'sha ega, kesim, ot, sifat, kelishik degan mavzular o'tilgan. Ana shu mavzular boshlanishi 3-sinflardan deb aytishdi. 3-sinfda 10 yosh bo'ladimi o'quvchi? 10 yoshigacha faqat gapirdi, orada yozishni o'rgandi. Keyin 10 yoshidan keyin arab tili grammatikasini o'rgandi. Ya'ni o'z tili, arab tili nima, ona tili grammatikasini o'rgandi, adashib ketdim. Undan keyin sekin-sekin mavzular og'irlashib boradi. Adashmasam shu 6-7-sinfda ona tili qoidalarini tugatib oladi. Xuddi shu uslubni siz bu yerda til sifatiga, til ko'nikmalariga o'tkazsangiz yaqin bo'ladi. Birinchi o'chirtda yozishni o'rganadi, endi til ko'rinishida, chunki uni o'sha aqli bo'ladi, ruchka ushashni biladi. Ruchka ushab fikrlashni bilgandan keyin unga birinchi o'chirtda lug'at boyligini bersak, ko'proq uni gapirishga odatlantirsak, ko'proq amaliy mashg'ulot bilan uni
tinglab tushunishini, ko'rib tushunishini, gapirishini, o'qib tushunishini rivojlantirsak, keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin qoidalarini bersak, u maza qilib o'qiydi. Lekin hozir ba'zi insonlar birinchi sarf nahv, arab tilidagi morfologiya va sintaksis fanlarini o'rganishni boshlaydi va bu fanlarga kirishgandan keyin qarasa arab tili juda qiyin narsa ekan, juda qiyin fan ekanga borib qolyapti. Endi muvaffaqiyatga erishgan talabalarimizda birinchi o'chirda shu gapirish mahoratini rivojlantiramiz, o'qib tushunish mahoratini rivojlantiramiz, ko'proq lug'atlarni beramiz. Lug'atlarni bir xil uslubda emas, turli xil uslublarda bo'lsa yaxshi va insonni real hayotidagi lug'atlarni ko'proq berilsa, o'quvchi maza qiladi. Misol uchun oila mavzusidagi ota, ona, aka, uka, singil, o'g'il, qiz, turmush o'rtoq degan lug'atlarni birinchi berilsa, keyin misol uchun transport, avtobus, poyezd etapma-etap, darajama-daraja lug'atlarni berayotganda so'zlarni ko'pligini birligiga ulang, gaplarni to'ldiring, mana shu so'zga gap yasang degan sodda ko'rinishlarda sekin olib chiqib ketilsa, menimcha o'quvchi oson qiynalmasdan o'rganadi. Shu yerda bir narsani aytmay ketdingiz, lekin men o'zim ham guvoh bo'lgan bir hodisa bor. Habib akademiya o'quvchilariga vazifa berish chog'ida o'qishdan ko'ra ko'proq yozish metodini ko'proq qo'llaysizlar. Bu yerda bunga qattiq e'tibor berilishda bundan qanaqa foydalar bor? Rasmi bitta siri bor shuni. Xo'p, buni ham bir kashf qilganmiz. Bir aytib o'tsangiz adashmasam. Bir o'quvchimizga raqamlarni undan oldin boshida ta'lim jarayonimizda birdan 10 gacha o'tayotganimizda arabcha raqamni bir marta doskaga yozib berardik va shuni o'zi kifoya bo'lardi, yetardi. Keyingi safarlar men uni arabcha raqamni ko'rsatib, mana necha raqam desam ikkilanadi. To'xtab turing, bitta qarab oling degan hech bo'lmaganda menga bir eslatma berardi. Bir kuni bitta o'quvchimiz qanaqadir ish qilgan va u ishi uchun jazo sifatida raqamlarni birdan 1000 gacha yozib kelasan deganmiz. Keyingi darslarga qarasak, o raqamlarni adashtirmasdan o'qiyapti. Ko'z tegmasin. O'sha paytlar so'zlarni ham bir martadan yozdirardik. O'sha boshidagi fonetikadagi har bitta so'zda harfda so'zlar beriladi. Misol uchun ayn harfiga 40 ta so'z, h harfiga 10 ta so'z, misol tariqasida jim harfiga 20 ta so'z qilib beriladi. Ularni ham bir martadan yozdirardik boshida, ta'limimizda boshida. Keyin raqamlarda bu uslub yaxshilanganini ko'rib turib, qani harflarga ham bitta qilib ko'raylik, bunga ham o'tgan. Qarasak, o'sish bor, o'quvchilar harflarni tanishi va rivojlanishi yaxshi ketyapti. To'g'ri, oldin misol uchun 10 minutda ko'chirib qo'ygan bo'lsa yoki 20 minutda ko'chirib qo'ygan bo'lsa, o'sha hozir 2 soat vaqt ketyapti yozishi uchun, lekin harflarni tanib olishi va qayta o'qib berishi ochilyapti. Bu uslubni keyin til bosqichida o'tdik, qo'yib ko'rdik. Dialoglarni, tekstlarni bir marta emas, 5 marta ko'chirasiz, 10 marta ko'chirasizga o'tdik. Qarasak, lug'atlarni oson yodlayapti. Lug'atlarni tarjimasi bo'yicha esidan chiqarib qo'yadigan talabalarimiz bor edi. Ularga har bitta lug'atni bir qatordan yozib kelasiz deb vazifa yuklatdik. Borgan sari ochilyapti o'quvchi. O'shandan keyin yozish uslubini va yozish metodini qo'llashni boshladik. Faqat yozishda ham yozish bor. Kimdirlar kserokopiyaga o'xshab yozadi, ko'chiradi, faqat ko'chiradi. Yonida televizor turibdi, telefoni bilan boshqa sherigi bilan gaplashib, qo'lida bitta olmani olib yozib o'tiradi, gaplashib, bitta 3-4 ish qilib yozib o'tiradi. Unaqa yozish manfaat bermaydi, foyda bermaydi. Yozishni o'zini shartlari, qoidasi bor. Birinchi o'chirda yozayotgan narsasini o'qib yozish kerak. O'zi eshitganidan keyin ma'lumot qolishi ehtimoli va foizi oshadi. Bu bir. Ikkinchi o'chirda shu yozayotgan so'zini bir marta yozganda xato yozsa, shu so'zni 4-marta ko'chirayotganda xatosiz ko'chiradi. Ya'ni so'zni o'zini ham xatosiz ko'chirishga o'rganadi. Bu nafaqat arab tilida, balki ingliz tili yoki rus tili yo'nalishlarida ham bu uslub menimcha qo'llanilgan va shu soha bo'yicha mutaxassislar bo'lsa,
bitta javobligini kutamiz. Xo'p, undan tashqari misol uchun lug'atlarni bog'lab olishda ham bu juda ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman va boshlang'ich bosqichda bo'lsin, til bosqichida bo'lsin, u ertaminning o'qiyman deb kelyapti. O'qishni eng katta ochib beradigan narsa bu yozish. Men juda ham ko'p ko'rdim va sinovdan juda ham ko'p o'tgan. Yo ko'p o'qib o'rganadi, yo o'qib, yozib kam o'qib bo'lsa ham o'rganib olsa bo'ladi. Bu joyda o'zlamangiz o'qib o'rganadi, yozib dedingiz. Kurs boshida ayrim talabalardan e'tiroz ham tushgan bo'lsa kerak, ya'ni ko'p yozdirasizlar, yozdirish yoqmaydi. Misol uchun tan olish kerak, men o'zimga yozishdan ko'ra o'qish ko'proq yoqadi. Oson metod turganda nimaga aynan yozish kabi qiyin metodni tanlagansiz va bunga e'tirozlar qanday tushadi? Javobingiz qanday e'tirozlarga? Qarang, hamma ham ko'p o'qishni har doim qilmaydi. Misol uchun men o'quvchiga, bitta talabaga bitta tekstni berib turib, mana shu tekstni 50 marta o'qigan desam, men bilmayman, u nari borsa 10 marta o'qir. Ko'rinib turadi. Agar 50 marta o'qigan odam 3 marta o'qigan odam bilan farq qilib turadi. Misol uchun 10 marta o'qigan degan, 50 marta o'qigan degan vazifa u o'quvchida unaqa jiddiy qabul qilmaydi u o'quvchi. Nega? Chunki bu yerda endi bitta narsani aytaman, yolg'on gapirish oson. O'zini ishi bilan, yurishi bilan, turishi bilan ovora bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'qidingizmi? Ha, o'qidim deb qo'yadi. Yo, to'shni o'qidingizmi? Ha, o'qidim ustoz deydi. Qancha? Ha, ko'p o'qidim deb qo'yadi. Lekin yozishda unaqa bahona qila olmaydi. Nimaga? Chunki bu oldingizda tayyor turibdi. U isbot dalili uni yozganini, o'qiganini. Shuning uchun ham yozish uslubini, metodini ko'p qo'llayman. Undan tashqari yana yozish metodida odam 3 xil psixologik 3 xil inson bo'ladi. Kimdirlar ko'rib o'rganadi, kimdirlar eshitib o'rganadi, kimdirlar his qilib o'rganadi. Misol uchun agar siz o'qib o'rganishni oson bilsangiz, demak siz yo ko'rib o'rganish bilan sizga qulay yoki eshitib o'rganish sizga qulay. Lekin agar u holatga tushmasangiz, demak o'rgana olmaysiz. Ya'ni mana shu 3 xil psixologik holatga tushmasangiz, o'rgana olmaysiz. Yozib o'rganish uchalasiga ham barobar tushadi. Ham ko'ryapsiz, ham his qilyapsiz, ham o'qiganingizni, yozayotganingizni o'qiganingizdan keyin eshityapsiz ham o'zingiz. Uchala navdiga insonlarga, uchala xarakterligi insonlarga bu uslub barobar teng to'g'ri keladi. Bu yozish jarayoni, yozish metodi insonda sabriga, intizomiga ham ta'sir qiladi. Va ayni shu holatda o'zi arab tilini o'rganish va intizom o'rtasida qanday yana bog'liqlik bor? Yozishda misol qilib keltirdik. Yozish intizomni shakllantirishlik uchun albatta sabr kerak bo'ladi yozishga. Yana qanday intizom bilan orasida bog'liqlik taraflari bor? Nafaqat arab tili, o'zi umuman til o'rganishda aytolmayman, balki aniq fanlarda bunchalik emasdir, lekin o'zi umuman til o'rganishda intizom juda ham muhim narsaki, har kuni kam-kamdan bo'lsa ham dars qilish kerak talaba. Boshqa fanlarda misol uchun bitta dars kelmasa, ikkita darsdan keyin bittada общий takror qilib turib yetkazib olsa bo'ladi. Lekin arab tilida yoki til sifatida bunaqa narsa qilish mumkin emas. O'shaning uchun ham bitta narsani hech e'tibor berib mulohaza qiling. Filologiya qismida mana zavjni oldin bo'lardi, o'sha zavjni ham tugadi. Zavjni o'qish bo'lmagan filologiya qismida. Qolgan fanlarda misol uchun pedagogikada bor, psixologiyada bor yoki boshqa jarayonlarda ham zavjni qismi bo'lgan. Lekin filologiyada yo'q. Nimaga? Chunki ta'lim doimiy intizom asosida o'rganiladi. Eng yana muhim qiziq ma'lumotni aytaman. Siz dunyo bo'yicha eng qiyin tillardan birini o'rganyapsiz. Ingliz tili bilan arab tilini solishtirsangiz, arab tili qiyin. O'zi bir eshitgan edim, dunyo bo'yicha eng qiyin tillar ro'yxatida arab tili 2-o'rinda turadi. Birinchi o'rinda Xitoy tili bo'lsa, faqat iyerogliflar bilan, ikkinchi o'rinda
Arab tili. Chunki arab tilining qiyinlik darajasi ham Xitoy tiliga bir ma'noda tenglashadi deyishadi. Xuddi shunaqa. Arab tilining lug'at boyligi butun dunyo tillaridan o'tadi. Misol uchun hammamiz bilamiz, keng tarqalgan ma'lumot arab tilida 12 millionta ildiz bor deydi. So'z emas, ildiz bor deyapti. U qanaqa, uni qaysi ma'noda? Ya'ni yedi, yeydi, ye, uchalovi bitta so'z, bitta ildiz. Bitta so'z emas, bitta ildiz. Yoki misol uchun yedik, yedim, yeding, misol uchun hammasi bitta ildiz. Endi 12 millionta lug'at yoki 12 millionta ildiz degani bu juda ham katta narsa degani. Lekin shu joyda yana bitta ma'lumot aytib o'tib ketay. Arablarning o'zi ham bu lug'atlaridan eng maksimum darajada 40%ni o'rgana olgan va ishlata olgan. Qolganlari bor, badiiy kitoblarda, adabiy kitoblarda, she'riyatlarda ko'p ishlatiladi, boshqa qilinadi. Lekin hozirgi iste'molda bori o'zi aslida 40% dan ancha kam. Ha, shu o'rinda bir ma'lumot eshitgan edim. Bizni bir ajdodlarimizdan Zamaxshariy. Arablar aytishar ekan, u bizni tilimizni bizga o'rgatgan Cho'loq Zamaxshariy bo'ladi deb. Ustoz sifatida siz kurs oxirida o'qitgan o'quvchilaringizdan sizga nisbatan aytilgan eng yodda qolgan, sizni eng xursand qilgan fikr, gap nima bo'lgan? Qaysi bo'lgan? Kurs oxirida eng ta'sirlantirgan gapni bilmadim. Quruq gapga ta'sirlanadigan sortadan emasman. Mani shaxsiyatimga qaraydigan bo'lsak, menda ko'proq natijaga chiqib beradigan insonni men hurmat qilaman. Ustozni vazifalarini to'liq bajarib, punktualniy o'qib va kerakli paytda kerakli natijani, rezultatni qilib beradigan insonni qattiq hurmat qilaman. U kim bo'lmasin. Va shu narsa meni haqiqatda ta'sirlantiradigan narsa. Ustoz sifatida, bir necha yillik ustoz sifatida yaxshi ustoz deganda siz nimani ko'z oldingizga keltirasiz? Qaysi sifatlar, qaysi ko'nikmalarni o'zida hosil qilgan insonni ko'z oldingizga keltirasiz? O'zi avvalambor meni yaxshi ustoz deb bo'lmasa ham kerak, chunki 40 yillik, 50 yillik, balki 60 yillik ustozlarimizni oldiligida men hech qancha tajribaga ega emasman deb bemalol ayta olmayman. Lekin mana ta'lim dars berish bo'yicha 2018-yildan beri bo'lsam ham, mana haligacha pedagogika va psixologiya fanini o'rganishda va har xil qirralarini kashf qilishda davom etyapmiz. Va shundan bitta narsani bemalol ayta olaman, muallim deyilgan ham misol uchun. Muallim bu turli xil muallim bo'ladi. Ba'zi muallimlar bo'ladi, yordam beruvchi muallimlar bo'ladi. Kursdoshingiz yoki misol uchun yoningizdagi bir mavzuni siz bilan barobar o'rganayotgan inson, misol uchun nimadir tushunmay qoluvdingiz, sizga yordam berardi, tushuntirardi. Yordam beruvchi muallim. Yoki yaxshi muallim bo'ladi, bir mavzuni sizga yaxshi o'tib beradi. Xo'p, lekin muallimning darajasi ko'p bo'lgani bilan eng yuqori ilhomlantiruvchi muallimni etapiga chiqishni xohlaymiz. Va bu etapdagi ustozlarimiz juda ham qo'l bilan sanaladi. Ilhomlantiruvchi muallim o'zini shogirdini yangi katta qadamlarni qo'yishiga yo'nalish ko'rsatib bera oladigan inson. Bu insonga ilhomlantiruvchi muallim shunaqangi sifatlarga ega bo'ladiki, faqatgina bilim berib emas, yo'q, kerak bo'lsa o'quvchisini shaxsiy hayotiga o'ralashadigan inson va kerak bo'lsa yo'nalish beradigan inson. Ba'zi ustozlar va ba'zi muallimlarni bilamiz, shogirdi aynan ustozini yo'nalish ko'rsatgani asosida nomi chiqqan. Ustoziga misol uchun qanaqadir dars berib qilayotgan paytda mana shu narsani qilgin, shunaqa bo'ladi. Mana shu narsani qilgin, anaqa holatda natijani chiqa olasan deydi va o'sha orqali o'sha shogirdi tanilib ketadi.
Mana bu ilhomlantiruvchi muallim. Ajdodimiz Imom Buxoriyda ham xuddi shunaqasidan bitta bo'lgan. Hammad ibn Salama degan ustozlar bo'ladi, adashmasam. Ismda balki ozgina adashayotgandirman, lekin adashmasam shu voqea bo'lgan. Shu Hammad ibn Salama degan ustozlari bir kuni hadisdan bir davrada o'rgatayotgan bo'ladilar, o'qitayotgan bo'ladilar. Va o'sha paytlar zaif hadis, sahih hadis tushunchasi keng tarqalib ketgan bo'lgan. Ana o'shanda aytarkanlarki, qanida payg'ambarimizning sahih hadislari yozilgan, zaif hadislar aralashmagan bir kitoblari bo'lsa va bu kitoblaridan biz talabalarga xotirjam dars bersak deb aytgan ekanlar. Va shu gaplari Imom Buxoriyning yuraklariga yetib borgan. Shuni oqibatida shu so'zlarini evaziga Imom Buxoriy qanaqa mashaqqatlardan o'tadilar va qanaqa mashaqqatlarga turib beradilar desangiz, bu ham rivoyatlarda keladi. Kerak bo'lsa, issiq qaynoq cho'lda kitoblarini va orqalariga xaltalarini deymizmi, xaltalarini ko'tarib 3 oylik, 4 oylik safarlar yurganlar. Hadis eshitaman falonchidan, hadis eshitaman pismadonchidan deb. Va shu darajada bo'lgan ekanlarki, bir kishini oldiga borsalar, otini qo'lida chaqirish uchun aldagani uchun san otingni aldayotsan, hadisda menga yolg'on gapirishing mumkin degan so'zni shubhani qo'yib, o'sha odamdan hadis eshitmasdan qaytib ketgan ekanlar. Bitta dona ustozni shu gapi qay darajada ta'sir qilgan shogirdga va qanaqa mashaqqatlarga ko'nganlar yoki rozi bo'lganlar. Undan tashqari rivoyatlarda ham keladi, qahatchilik bo'lgan joylarida, paytlarida turponi yoki qumni shimib suvni nam anaqani shimib turib suvni so'rganliklari yoki ovqat yemish topolmagan paytlari daraxtni bargini yeb ilm talabida yurganliklarini hammasini bitta sababi o'sha ilhomlantiruvchi ustozlarini bitta dona so'zi bo'lgan. Har bir insonning hayotida ustoz juda ham katta rol o'ynaydi deb o'ylayman. Va o'zi ayrim shunday holatda guvohi bo'lamiz. Ustoz bor va shunchaki ustoz bor. Ayrimlar rosmona ustoz bo'ladi. U hayot yo'llarida insonga kerakli yo'llarni, to'g'ri yo'llarni ko'rsatib boradi. Va u ustoz orqali shogirdlar yuqori martabalarga, darajalarga erishadi. Lekin ayrim ustozlar bor, shunchaki ustoz. Bilimli ustoz bilan yaxshi ustozni, kerakli ustozni farqini qanday ajratib olsa bo'ladi? Endi bu narsani ajratish menimcha odamning shaxsiyatiga bog'liq bo'lmasa kerak. Bu endi Xudodan beriladigan bir in'om. To'g'ri. Menda shunday bir hodisa bo'lgan. Toshkentga endi kelgan vaqtimda, vodiyda yurgan vaqtimizda ustozimiz bor edi. Toshkentga keldik, ustozsiz qoldik. Bir necha oy o'zimiz bilan o'zimiz bo'lib yurdik. Shunda nima qilishga o'ylanib qoldim. Qanday qilib ustoz topaman deb rosa o'ylandim, qidirdim hatto. Shunda Najot ta'limda ishlardi. U vaqtda hozir Jahon School direktori Javohir Izzatulloh ustozimizni oldiga borganman, maslahat so'ragan. Ustoz deganman, Javohir aka, menga ustoz kerak. Ustoz topa olmayapman. Nima qilib men ustoz topsam bo'ladi? Ikkilanmay ayta olaman, umrimni hayotimni o'zgartirib olgan maslahatni aytgan. Ustoz hech qachon ko'chadan qidirilmaydi. Ustoz tunda 2 rakat tahajjud namoz o'qib, duo qilib so'raladi. Maslahatiga amal qilib bir marta duo qilib so'raganman. Alloh taolo ustozlarda, kerakli ustozlarda hammasini qarshimdan chiqargan. Va bu hatto dunyoviy sohalardan eng yetuk ustozlargacha, diniy sohalardan eng yetuk Taqiy Usmoniy hazratlarigacha bo'lgan insonlarni yo'limizdan, oldimizdan chiqarishiga aynan xuddi shu tavsiya va duo sabab bo'lgan. Shu joyda bitta narsani aytib o'tib ketaman. Ilhomlantiruvchi ustozni bitta belgisi bo'ladi. Shu belgisiga amal qilsangiz, Xudo xolasa, o'sha insonga yetib olasiz. Ilhomlantiruvchi ustoz hamisha sizni urishadi, hamisha sizni tanqid qiladi va sizni nafsingizga yoqmaydigan buyruqlarni terib beradi. Lekin ko'pchilik bu narsani to'g'ri qabul qilmaydi. Bir jumla eshitgan edim, shogird ustoz tanlaydi, lekin hatto ustoz ham shogird tanlaydi. Biz kimgadir shogird tushamiz deb yuramiz, shogird bo'lamiz deymiz, lekin agar ustoz shogird deb tanlamagan bo'lsa, bunda ham ustoz shogirdlik
rishtasi bog'lanishi qiyin bo'ladi. Shogird ustoz deb rosmona tan olish kerak va ustoz ham shogird deb rosmona tan olish kerak rishta bo'lishi uchun deb o'ylayman. Asosan shogird bo'lmoqchi bo'lgan insondan bitta bo'lish kerak bo'lgan narsa, u tanqid qilayotgan insonni ko'rganida sabr qilish kerak, chidash kerak va aynan shu bo'yicha davom etish kerak. Bizadagilar hozirgi aynan 21-asrdagi eng katta salbiy taraflardan biri, ozgina u insonga yoqmaydigan mashg'ulot bersangiz, ko'p yozishga beryapti, ko'p qiynayarkan, ko'p vazifa berarkan degan narsalar orqali o'sha boshqa ustoz qidirishni boshlaydi, lekin o'z aslida u shu soha bo'yicha balki unga uzoq muddat yo'nalish ko'rsata oladigan odamni shundoq yo'qotayotganini o'zi bilmaydi. To'g'ri. Xuddi shu o'ringa bir savol kelib qoldi. Hozirgi kunda o'zingiz ham aytib o'tdingiz, bugungi bolalar, hozirgi bolalar, yoshlar ustoz shogirdlik an'anasini to'lig'icha o'zlariga singdira olmagan. Ustozga bo'lgan hurmat qanday bo'ladi, ustozni qanday hurmat qiladi va ustoz bilan qanday munosabatda bo'ladi, bularga nisbatan yondashuv noto'g'ri bo'lib qolgan. Bu o'zgarish qachondan va qanday holatda boshlandi deb o'ylaysiz? Nima qilish mumkinligini bilmadim-ku, lekin men bitta narsani bemalol ayta olaman. Agar yana ustozlarning haybatini qayta tiklab bermasak, o'zbek xalqi kelasi yaqin yillarda eng arzon ishchi kuchiga aylanadi. Oldin butun dunyoga dars o'tgan, butun dunyoga har xil soha bo'yicha ustozlik qilgan bizning ajdodlarimizni orqasidan izidan bora olmasligimizni bemalol ayta olaman. Hozir ustozni haybati, ustozni hurmat qilish bu eng katta asosiy muammolardan va masalalardan biri bo'lib qoldi. Menimcha ijtimoiy tarmoqda ham bu mavzu yetarlicha aylandi. Lekin men bitta narsani shu joyda aytib o'tib ketaman. Mana oldin yosh kattalarimiz bilishadi. Oldingi paytda o'qishda, maktabda yoki muallimlarda agar kalta yedim, ustoz bitta shapaloq berdi desa, bu yoq yuzingni ham tutib turmadingmi deyishgan. Yoki qaysidir ustozlardan hurmat, haybat qilingan. Endi men urush orqali ta'lim qilish tarafdori emasman bu gapim bilan, yoki o'sha eski ta'limni qo'llab-quvvatlamayman, lekin baribir ustozlarni hurmat qilish va ustozlarga so'zsiz itoat qilish orqali odam yetuk mutaxassislikka aylanishi bo'lishi mumkin, boshqacha narsa orqali emas. Hozirgi paytda hamma insonlarni moddiy yoki moliyaviy tarafi rivojlandi va bu moddiy yoki moliyaviy tarafi rivojlanganidan keyin bolasini yaxshi o'qishlarda o'qitishi yoki yaxshi sharoitda yashatishni xohlashdi. Orada shunaqangi insonlarni ham eshitgansizlar, ko'rgansizlar, bolasini ustozga olib boradi yoki qaysidir soha mutaxassisiga olib boradi va soha mutaxassisi bolasini tanqid qilsa yoki qanaqadir bolasiga xatti harakat qilsa, o'sha ustozni agar qo'lidan kelsa-yu qamatib yuborsa, qani qaysi ustozing bunaqa urishdi? Qani kim ekan u, bir adabini berib qo'yingchi yoki qay darajada u bunaqa haddi sig'di mani bolamga bunaqa qilishga degan. Men qo'l ko'tarmagan bolamga nimaga u qo'l ko'taradi degan holat. Shunaqa, bu holat juda ham ko'p bo'ldi va bu narsani o'zi aslida noto'g'riligini aytaman. Ota-ona bolasini moddiy taraflama ta'minlasa va ma'naviy taraflama boqsa, ustoz aynan shu bolani kamolotga erishishiga yordam beradigan inson. Biron bir ustozni dars berishi sizga yoqmadimi? Misol uchun, o'zi avvalambor birinchi o'chiritda bu soha bo'yicha ustozni qilmishiga o'ralashingiz kerak emas. Balki bir bo'lib qolgandir, ikki bo'lib qolgandir. Lekin bu holat o'sha bolangizda qanaqadir psixologik o'zgarishni olib kelayotganini ko'rsangiz yoki bu bola bu fanga yoki bu tildan sovishni boshlayotganini his qilsangiz, boshqa ustozga olib boring, boshqa ustozga qatnating. Lekin yo'nalishni o'zgartirish kerak emas. Ustozni xor qilish yoki ustozni tanqid qilish menimcha ota-onalarni vazifasi emas. Ustozlarni o'zini kerakli
tashkilotlar bor, ustozlarni o'zini tepasidagi rahbarlari bor. O'shalar bilishsin, o'shalarga yetkazilsin. Lekin mani bolamga qo'l ko'targan sanmiding yoki mani bolamni qiynaydigan sanmiding degan fikr asosida anaqa qilishlik bu menimcha ahmoqgarchilikdan boshqa narsa bo'lmasa kerak. To'g'ri, shu yerda aytdingiz, ustozga hurmat, ustoz bilan to'g'ri munosabatda bo'lish. Yaqinda qo'limga bir kitob kelib tushdi. Bu kitob men o'zim o'qib chiqdim. O'zimizni tanishimiz Muhammad Zarif ustozniki, shu ustoz degan kitob ekan. Bu kitobda aynan siz aytgandek ustozga qanday munosabatda bo'lish kerak, ustoz bilan qanday to'g'ri aloqani, to'g'ri ustozlik rishtasini bog'lash mumkin, ustoz bilan qanday ohangda gaplashishgacha berib o'tilgan ekan. Farzandini yoki koyiydigan bo'lsa, ustoz koyiydigan bo'lsa, keladi. Nimaga meni bolamni koyiding deb. Menda shunday holat bo'lgan. Matematika o'qib yurgan vaqtimizda dars qilmaganmiz, o'zimizda ayb bo'lgan va ustoz bizni kaltalagan. Oyog'imiz xifchinda urganligi uchun yaralangan. Endi yozdi kuni uyga kelganmiz. Oyoqda yarani otamiz ko'rib, "Nima bo'ldi oyog'ingga?" degan. "Urushdingmi?" "Yo'q, aytmay tursam." Oxiri majburlab so'ragan, "Nima bo'ldi?" Ustozimiz urdi. "Nimaga urdi?" "Sababi bor edi." Ayt, keyingi safar ko'rinmaydigan joyga yaxshiroq yanada qattiqroq ursin. Xuddi shunday bo'lish kerak deb o'ylayman aslida. Lekin hozir biz guvoh bo'layotganligimiz teskari holat. Aynan shu uslubda tarbiya topgan insonlarni hozir yetuk mutaxassis bo'lganini yoki hozir biron bir hurmatga sazovor bo'layotganini va hayotda qanaqadir maqsadlarga erishayotganini kuzatsangiz bo'ladi. To'g'ri. Endi bu siz tarbiya topmasa bunaqa bo'lmaydi deyotganim yo'q, albatta. Lekin o'sha ustozlarimizning bitta she'rligi bor. She'rligida aytadiki, bola yoshligida dangasalikka ustun qo'ysa va ilm olishdan qochadigan bo'lsa, endi bu arabcha she'r, men endi o'zbekchaga tarjima qilib beryapman. Uni kaltak orqali o'rgatib, og'riq orqali bu bilimni kirgizadigan bo'lsang, yoshligida og'riqni mazasi ketadi-ku, lekin yonida bilimi qoladi degan ma'nodagi bir ustozlarimizning arabcha she'ri bor. Haqiqatda shunaqa. Misol uchun ustozlarimizdan yoki dodalarimizdan, buvlarimizdan yegan shapaloqlar yoki kaltaklarni hozir eslaymiz, lekin og'rig'i yo'q-da. Lekin o'sha shapaloq yoki o'sha kaltak bilan birga kirgan eslatmalar yoki tavsiyalarga haligacha ehtiyot bilan amal qilamiz. Goh-gohida bu kaltaklar sog'iniladi. Xuddi shunaqa. Sizga hozirga beradigan savolim, har bir insonda hayot ustozi bo'ladi. Ya'ni hayoti davomida bo'ladigan ustozi. U avvaliga qaysidir fandan ustozlik qilgan bo'ladi, sizga qaysidir yo'nalishdan ustozlik qilgan bo'ladi, sizga keyinchalik sizga tadbirkorlik bo'ladimi, hayotiy ko'nikmalar bo'ladimi, shu taraflama tavsiya, maslahatlar berib oldi olib yuradigan yoki sizga doimiy tavsiyalarni ayamaydigan ustoz bo'ladi. Menda bir shunday ustozim bor edi, Muhammad Ali ustoz deb. Meni bir ma'noda shu darajaga chiqishimga sababchi bo'lgan inson, ota-onamdan keyingi o'rindagi inson Muhammad Ali ustozim bo'ladi. Sizda bunday ustoz kim? Bunaqa ustozlarimiz ko'p. Ba'ziligini sanasam, qolganligini haqqiga xiyonat qilib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun biz ustoz deb bilgan insonlarimiz juda ham ko'p. Biz saboq olgan hayotda balandpastini kechirishda bizaga ko'makchi bo'lib yurgan va to'g'ri qadam bosishimiz uchun ogohlantirib turuvchi insonlar bo'lgan va haligacha bo'lyapti. Xudo har bitta ustozlarimizni o'zini vaqti soatida jo'natgan. Qaysidir ma'noni yoki qaysidir fikrni tushunishim uchun. Yuqoridagi fikrga yana bitta qo'shimcha, ustozlar bilan munosabatda bir narsaga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Ko'pchilik hozir munosabatni sal noto'g'ri qiladi va ustoz ayrimlarda shogird deb oladigan bo'lsa, shogird deb tan oladigan bo'lsa, ba'zida ustozni ishonchiga putur yetkazadigan holatlar bo'ladi. Ya'ni siz uni shogirdim deb atadingiz, shogirdim deb oldingizda, lekin u sizga bir ma'noda shogirdlikni to'liq ado qilmagan holatda sizni norozi qilib chiqib ketib qolish. Xoh bu o'zi istagan yoki o'zi istamagan holatda bo'lishi mumkin, shunaqalar kuzatiladi.
Bu yerda juda bir ajoyib jumla hayolimga keladi doim. Sen ustozga nisbatan bir ishni qilyapsanmi, keyinini o'ylab qil. Ustozni yo'lini to'sib qo'yma. Sen sindirgan ishonch senga nisbatan emas, balki sendan keyin keladigan shogirdlarga nisbatan ham sinishi mumkin deb. Ustozga nisbatan adolatsizlik yo ishonchini sindiradigan holat bo'ldimi, keyingi qabul qilinadigan shogirdga ham birinchisi nima bo'lgan edi, bu ham baribir shunga o'xshash bo'larmikin degan shubha bo'lib qoladi deb o'ylayman. Bu yerda endigi savol shu mavzu atrofida baribir ustozni rivojlanishi, ustozni doim o'zi bilan o'zini ustida ishlashi muhim rol o'ynaydi. Markaziylarda, Habib akademiya o'quv markazida ustozlarni rivojlanishi uchun qanaqangi metodlar, qanaqangi ko'nikmalar yoki nimalar qilinadi, shular haqida qisqacha ham gapirib bersangiz. Keling, bu narsani boshidan, tarixidan bitta yig'ib bersam, bizani ko'rib turgan tomoshabinlar nima uchun bu xatti harakatga va nima uchun oxirida bu talablarimizni ustozlarimiz ustida qo'yayotganimizni tushunishlik uchun sababchi bo'ladi, o'sha yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Birinchi o'chirda biz o'sha aytganimdek 2018-yil ta'lim jarayoniga kirganmiz va ta'lim jarayonida o'sha paytlar bir ikkita odamlarni shogird deb qabul qilganmiz. Boshlang'ichdan dars berishni boshlaganmiz, boshlang'ichdan savodini chiqarganmiz va keyingi bilimlarga o'tishga harakat qilganmiz. Endi ma'lum bir sabablar bo'lgan, shunaqangi holatlar, hodisalar bo'lgan, norozichiliklar bo'lgan. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bemalol omadingiz bersin degan holatlarim juda ham ko'p bo'lgan. Lekin bu holat meni shaxsiy o'sishimga ancha to'sqinlik qilib qo'ygan deb bemalol aytolmayman. Shaxsiy o'sishimga deganda, avvalambor menga qaysidir ma'noda rivojlanishimga sababchi bo'lgan, chunki atrofimdagi odamlarni tushunishi va ularga muomalamni o'zgartirgan. Bu birinchi o'chirda rahbar va xodim sifatidagi pozitsiyamni to'g'irlashimga ancha menga yordam bergan. Xo'p, lekin bir yoq tarafdan meni ilmiy katta maqsad va katta qadamlarimni o'ylab bosishimga sababchi bo'lgan. O'ylaymanki, yarim yilda bitirishim mumkin bo'lgan proyektlarni bu narsa 2-3 yilga cho'zib yuborgan deb o'ylayman. Bu endi men o'zimni shaxsiy hayotim bo'yicha. Lekin bir mashhur gap bor, agar yuz o'girsangiz sizlardan boshqasiga alishtiradi va ular sizlardagi bo'lishmaydi degan bir mashhur gap bor. Aynan shu gapni men juda ham ko'p ko'rganman. Hayotim mobaynida isbot dalilini ko'p his qilganman. O'sha ketgan komandamizdan, ketgan shogirdlarimdan keyingi keladigani undan yaxshiroq. Bittasi ketsa, Xudo menga undan yaxshisini, undan afzalini berayotganini ko'p kuzatganman va Xudoning hikmatiga shu yerda amin bo'lganman. Endi batafsil ochib o'tirish xohlamayman, lekin boshidagi shogirdlarimiz ilmiy unvoni yo'q. O'sha o'zimiz tayyorlagan, o'zi boshqa soha vakili bo'lgan insonlarni ustozlik etapiga olib chiqqanmiz. Ba'zilar yarim yo'lda hali etapga chiqmasdan turib ustoz bo'lib ketib qolgan. Arab tili savodi 0, arab tilida maxsus darajasi yo'q bo'lgan insonlar birinchi etapda chiqib ketishdi va chiqib ketishgandan keyin bilim darajasi bor, saboqi bor insonlarni Alloh atrofimga bir to'plab berdi, yig'ib berdi. Xo'p, bu insonlar bilan ham ozmi ko'pmi qanchadir ishladik. Ilmiy darajasi aranga yetib olgan darajasi bor, lekin u darajada yuqori bo'lmagan insonlarni bilan yana ishlashni boshladik. Xudo yana bir atrofimdagilarni menga yana bir saralab berdi. Nimaga saralab berdi? Keyingi o'sish etapiga o'tishga harakat qilsam, ikkala paytda ham to'siqlar ko'p bo'lardi. Ha, to'g'ri. Kelinglar, rivojlanamiz. Yangi bunaqa narsalarning ustida ishlaymiz. Kelinglar, bir oyga bitta kitob o'qib turamiz. Kelinglar,
mana bunaqa holatlarni mana bunaqa qilib turamiz deb aytadigan bo'lsam, e'tirozlar ko'p bo'lardi. Kelinglar, mana bu qoidani qo'yamiz va shu qoidaga hammamiz amal qilamiz desam, qarshiliklar ko'p bo'lardi. Hozirgi kundachi? Hozirgi kunda Hozirgi ustozlarga paytda qanday rivojlanish uslublari qo'llanilyapti? Mana hozirgi bitta holatni aytib o'taman sizga. Xudoga shukr, hozirgi ustozlarimiz darajasi yuqori, yo universitet tamomlayotgan yoki magistratura yo'qlayotgan insonlarni atrofimizda Xudo yig'ib qo'ydi. Buni ham albatta shukronasini aytamiz. Va hozirgi paytda biron bir qoida yoki biron bir narsani joriy qiladigan bo'lsam, Xudoga shukr, e'tirozsiz qabul qilishyapti. Va bu narsa o'z-o'zidan bizani jamoaviy o'sishimizga yordam beryapti. Misol uchun, oldin majlislarni qilishni harakatini qilsam, ko'pchilik qarshilik bildirardi. Hozirgi paytda ustozlarimizni bir haftada bir marta majlisimiz bor. Bu majlisda nima muhokama qilinadi? Avvalambor har yangiliklar, misol uchun har hafta qanaqadir yangiliklar bo'ladi, tadbirlar bo'ladi yoki qanaqadir muammolarga uchraymiz yoki misol uchun qanaqadir masalalar bo'ladi, o'shalarni muhokama qilamiz. Undan tashqari misol uchun ustoz arab tili ustozi sifatida formada kelishlik deymizmi, vaqtida kecha qolmasdan yurishlik deymizmi, yangiliklarni tatbiq qilish deymizmi, misol uchun speaking darslariga talabalarni olib kirish bo'ladimi yoki kitobxonlik davralariga talabalarni qatnashtirish bo'ladimi? Hozirgi jamoamizda unaqa qiyinchilik ko'rmayapmiz tatbiq qildirishda. Buni ham hammasi o'ylaymanki, sababi dunyoqarashi keng, fikrlashi katta bo'lgan insonlar bilan ishlayotganimiz va o'zini ustida ishlashini muhimligini anglagan insonlarni atrofimizdaligi deb o'ylayman. To'g'ri, bu fikringizga qo'shilaman, chunki albatta ustoz o'smasa, fikrim bo'yicha o'quv markazi ham o'smaydi, to'g'rimi? Aytyapsiz, ko'pchiligi universitetni tamomlayotgan yoki magistratura bosqichidagi ustozlar deb. Va hatto undan ham magistraturani ham tamomlagan o'qituvchilar bor. Yosh o'qituvchilargacha qanday maslahat, qanday tavsiya beriladi? Ayrim holatlarda yangi kelgan o'quvchining yoshi katta bo'ladi o'qituvchidan, ustozdan. Va bu holatda ustoz bilan orasidagi munosabati biroz o'zgarishi mumkin. Shularga yosh endi dars berishni boshlayotgan o'qituvchiga qanday tavsiyalar berasiz? Birinchi o'chirda mana bizni Habib Akademiyani shu joyda maqsadini ham aytib o'tib ketaman. Hozirgi paytda Habib Akademiyani eng katta maqsadlaridan biri arab tili bozoridagi eng yetuk, eng kuchli mutaxassislarni yig'ish. Hozir jarayondamiz, harakat qilyapmiz. Ekspert bo'lib ishlaydigan ustozlarimiz bor, universitetlarda dars beradigan ustozlarimiz bor, imom ustozlarimiz bor, misol uchun aytganimdek, magistratura yo'qlayotgan ustozlarimiz bor misol uchun. Hozirgi paytda ham Habib Akademiya jamoasi nihol ustozlarni ham qabul qilyapti. Va agar siz endi arab tili sohasida biron bir darajaga erishgan inson bo'lsangiz, maslahat sifatida bemalol ayta olaman, pedagogika va psixologiya fanlarini ketma-ketlikda baravar ta'lim berish yonida o'rganishingizni tavsiya qilaman. Sababi hamma ma'lumoti bor inson, boya aytib o'tganimizdek, uni to'g'ri yetkiza olmaydi. Hamma masala to'g'ri yetkazishda. Xo'p, pedagogikani bilasiz, bu ma'lumotni qay uslubda va qay darajada tatbiq qilishga qaratilgan bo'lsa, psixologiyani men jiddiy og'ir formatlarini yoki og'ir qismlarini nazarda tutmayapman. Yo'q, men ustoz o'rganish kerak bo'lgan psixologiya etapini nazarda tutyapman. Bu ham o'sha talabalarni dunyoqarashini tushunishlik, talabani yuzidan bu odam zerikyapti yoki bu odamga gapim yoqmayapti yoki bu odam uyqusi kelyapti yoki bu odam ma'lumotimni qabul qilmaydi yoki bu odam tushuntirayotgan joyimda hali to'liq tushunmadi, qayta tushuntirib berishim kerak degan signallarni o'quvchini yuzidan ola oladigan etapga kelishlik. Va bu yerda albatta nafaqat pedagogika va psixologiya fanlari, bundan tashqari yana boshqa fanlar ham muhim. Ulardan biri notiqlik fani. Mana bu bo'yicha siz
mutaxassissiz, bu bo'yicha ancha tajriba orttirgansiz. Notiqlikdan tashqari, misol uchun tana tili fani bor. Tana tili ham juda ham kerakli fanlardan biri. Chunki sizni imo ishoralaringiz gapirayotgan gapingizga mos bo'lishi kerak. Notiqlikda ton, baland, pastligi bu ham rol o'ynaydi dars o'tishda. Agar misol uchun tasavvur qiling, men devorga bunaqasi turib, oyog'imni bittasini ko'tarib olib turib, tam sportivkalarda bo'lsam-da, bitta tempda xo'sh talabalar, kelinglar, bugun mana bu darsni o'tamiz, mana bu betini ochamiz, mana bu so'zni ko'pligi mana bunaqa desam, hozirgi shu turishimni o'zi sizni zeriktirib yuboradi. Lekin gapirayotganimda alohida so'zlarga dildan chiqib gapirsam, urg'u berib gapirsam, notiqlikni ishlatgan holatda gapirsam, tana tilim ishlab bersa men bilan birga o'quvchini tushunish qobiliyati ortadi va o'quvchi zerikib qolmaydi. Bu statistika bo'yicha aniq ma'lumot. Aytadiki, menimcha bu ma'lumotni siz ham eshitgansiz. Aytadiki, odamning ovozi orqali 23% ma'lumot qabul qilinadi. Uni yoniga ozgina ton bilan ma'lumot yetkazish bo'lsa 50 nechidir foizgacha chiqadi. 57% gamida chiqadi. Ya'ni bir tekis oddiy gapirganimdan ko'ra ozgina lug'atlarimda urg'u qaratish, ohang qo'shadigan bo'lsam, bu yana ham oshadi. Chunki so'roq ohangi bo'ladi, hayratlanish ohangi bo'ladi. Bu narsalarni bilasiz. Va endi keyin tana tilini qo'shadigan bo'lsam, bu ma'lumot 90 nechidir foizga chiqib ketadi deb eshitganmiz, o'qiganmiz va bu narsaga hozirgi dars berish jarayonimizda ham yoki hattoki oddiy sodda gapirish jarayonimizda ham amal qilishga harakat qilamiz. Gapimiz yuzaki tuyulib qolmasligi uchun. To'g'ri, aynan bu holatda yana bir qo'shimcha ravishda aytib o'taman. Gapirish, tana tili, neverbalikadan tashqari yana insonni ko'rinishi, tashqi ko'rinishi, uslubi ham dars o'tish jarayonida juda ham kerakli narsa deb o'ylayman. Chunki Najot Nur ustozimiz bir gapi bor edi. Ko'rinishingizga qarab kutib olinasiz, fikr va mulohazalaringizga qarab kuzatib qo'yilasiz. Siz qanchalik zo'r fikr bildirishingizdan oldin auditoriyaga kiryapsiz, sportivkalarda, endi finkalar kiyib olib, butsilarda kirsangiz, sizni jiddiy qabul qilishmaydi. Agar siz bir ma'noda klassik uslubda jiddiy ko'rinishda xarizma bilan kirib keladigan bo'lsangiz, har qanday o'quvchini birinchi o'rinda ko'rinish taraflama o'zingizga qaratib olasiz va sizni ilmingiz, sizni fikrlaringiz, mulohazalaringiz o'quvchini oxirigacha ushlab qoladi. O'zi ikki xil holat o'quvchini esda qoladi. Birinchisi darsning boshlanishi va darsning so'ngi, darsning oxiri. Va fikrlaringizning xulosasi ham aynan o'quvchida esda qolarli qiladi. Chunki sizni o'quv markazingizda bu narsaga kuchli urg'u qaratilgan. Chunki o'zimizning faoliyat jarayonida o'qituvchilarni baholashni o'tkazganimizda o'qituvchilar bilan treninglar, turli darslar, notiqlik bo'yicha, xarizma bo'yicha va ovoz bo'yicha darslar shakllantirgandik. Bundan keyin ham o'qituvchilarni o'quvchi bilan ishlash yanada oson bo'lgan deb o'ylayman. Shu o'rinda mavzudan chetlashmagan holatda yana bir savol. Bizdagi hozir o'quv markazimizdagi muammolarni aytyapmiz. O'quv markazidagi o'qituvchilar bilan, o'quvchilar bilan bo'layotgan muammolar maktablarda ham bir xilmi? Maktablar bilan solishtirish qanchalik to'g'ri? Va maktablardagi muammolar bilan o'quv markazidagi muammolar o'xshashmi bir-biriga? Maktab sohasiga unaqa tajribamiz yo'q bu bo'yicha. Umumiy maktablarda endi talabalarimiz o'qiyotgan jarayonini qisman ko'rib turgan bo'lsak-da, xususiy maktablarni holatlari va jarayonlarini ko'rmaganmiz. O'shaning uchun ham bu savol bo'yicha men qanaqadir fikr bermaganim yaxshi. Bilmaydigan narsamizga kirishmaganimiz ma'qul. Demak, bu savolni kelgusidagi suhbatlar uchun alohida eslamda qilib olib qo'yamiz. Bu bo'yicha ham alohida demak suhbatlashamiz. Arab tili mavzusi bo'yicha savol beriladigan bo'lsa, arab tilini o'rganish odamga nima beradi? O'zi har bitta madaniyatni, har bitta tilni o'zini madaniyati bor.
va arab tilini o'rganish bu arab tili madaniyatiga yaqinlashtirish ehtimoli bo'lsa-da, bu tilni o'zini shakllantirish menimcha bo'lmaydi. Albatta til bilan birga siz madaniyatini ham barobar o'rganasiz va eng chiroyli bir jihatini aytaman, arab tili madaniyati o'zbek madaniyatiga ko'p joylari juda ham o'xshash. Sababi bizani ustozlarimiz bir paytlar arab tilidan arablarga dars berganidan keyin va bizani ustozlarimiz ko'p sohalar bo'yicha ustozlik qilganidan keyin shuning uchun ham menimcha madaniyatini olishingiz va undan tashqari boshqa keng taraflama fikrlashingiz ham o'sishi mumkin. Bitta bir g'arb shunosi bir gapi bor. Men arab tilini o'rganganimdan keyin aqlimda aqli paydo bo'lganini his qildim deydi. Shunga o'xshash gap arab tilida gapirgan yoki aqlim fikrlashini boshladi degan ma'nodagi gap gapirgan. Sababi arab tili qiyin bo'lganidan keyin, endi qiyin deb bo'lmaydi, lekin murakkab bo'lganidan keyin murakkabligini hazm qilib olguncha miyangiz уже boshqacha tahlil qilishi yo'nalishiga o'tadi. O'zi bizda oldinlari barcha buyuk ustozlarimiz yozgan asarlarini ko'rsak arab alifbosida bo'lishgan. Alisher Navoiyda ustoz haqida bir jumla so'zi menga kelib qoldi. Agar shogird shayxul islom agar qozidir, agar ustoz rozi, Tangri rozidir. Bu ham yuqoridagi gaplashgan mavzuyimizga bevosita tushadigan jumla hozir xabar sifatida menga kelib qoldi. Shunday ekan, fikrim bo'yicha biz oldingi ustozlarimizni yozgan asarlarini ham o'qiy olishligimiz, tushunishligimiz uchun ham arab tilini o'rganishligimiz foyda beradi. Albatta, juda ham ko'p ustozlarimiz asarligi haligacha o'zbek lotin yoki kiril harfiga o'girilmagan, o'zbek xalqi o'qiy oladigan bosqichga kelmagan. Endi agar Xudo xolasa arabshunoslar o'rganishganidan keyin shu taraflama millatga foydam tegisin desa ham, shuni o'zi ham juda ham katta bir yo'nalish deb o'ylayman. Kelajakda arab tilini o'rganishga talab qanchalik darajada ortadi deb o'ylaysiz yoki tushadimi? Meni fikrim bo'yicha bu borgan sari ortib boradi. Babi nafaqat tarjimonlar, balki boshqa qolgan soha mutaxassislari ham arab tilini biladigan kadrlari qidiriladi deb o'ylayman. Sababi endi baribir chet eldan o'zini boshqa tili orqali gapiradigan mutaxassisni taklif qilgandan ko'ra o'zbek arab tilini biladigan kadrni shu yerda o'zida menimcha ishlatgan oson va ancha narxi qulay bo'ladi. Shuning uchun qaysi soha vakili bo'lgan taqdiringizda arab tilini agar o'rganishda kirishsangiz va davom etsangiz, Xudo xolasa bu katta imkoniyatlar ochilayotgan sohalardan bittasi. Rahmat javob uchun. Endigi savol, o'quv markazingizni kelgusi 5 yil ichida qaysi darajada ko'rasiz? Niyatlarimiz katta. Xudo xolasa Habib akademiyani tez orada mana filialini ochishga harakat qilyapmiz. Kelasi 5 yil ichida niyatimiz Habib akademiyani Toshkent bo'yicha har bitta rayonida bittadan filiali bo'lishini reja qilganmiz. Undan tashqari bir necha bog'chasi bo'lishini va viloyatlar aro tarqashini harakatini boshlaganmiz. Hozirgi paytda bizni to'xtatib turgan bir narsa bor edi. Kengayishimizga va rivojlanishimizga birinchisi dasturimiz va programmalarimiz masalasi edi. Undan tashqari ustozlarimizni, malakali insonlarni qanday yig'ish va qanday rivojlantirish savoli bor edi. Lekin Xudoga shukr, ikkala muammo bo'yicha ham ancha yechimlarga keldik, ancha muammolarni hal qildik. Programmalarimiz bo'yicha katta o'zgarishlar bo'ldi va ustozlarimizni malakasini oshirish bo'yicha hozir mana o'zimiz ham Habib akademiya jamoasi nihol ustozlarni o'stirish jarayonida va o'ylayman kelajakda kadr bo'yicha bizda
nasib bo'lsa muammo bo'lmaydi va hozir kengayishga уже tayyormiz degan fikrdaman. Inshaalloh mana tez orada Habib Akademiyani filialini ochilish marosimini kutib qolasizlar. Ustoz, javoblar uchun rahmat. Endi yakunlovchi oxirgi savolim bizni tinglayotgan odamlarga, arab tilini o'rganishda ikkilanayotgan odamlarga nima degan bo'lasiz? Ikkilanayotgan insonlarga yoki hali boshlashni o'ylab turgan insonlarga birinchi qadam qo'yish kerak. Eng og'iri, eng muhimi birinchi qadam qo'yish. Lekin birinchi qadam bilan birga keyingi jarayonlarni ham to'g'ri qilish kerak. Ustozni o'z o'rniga qo'yilsa, bilim olishda oliy maqsadli bo'linsa, o'ylaymanki bu ilm manfaatli ilmga kiradi va kelajakda buyuk shaxs sifatida natija ko'rsata oladigan insonlarni avlodini tarbiyalaymiz degan fikrdaman. Javoblaringiz uchun rahmat ustoz. Bizni oxirigacha tomosha qilganlarga ham rahmat va biz suhbat jarayonida hamma uchun o'qishni tavsiya qilgan Muhammad Zarif ustozni ustoz kitoblari. Bu videoni ko'rib, oxirida izohlarda eng yaxshi fikrlarni bildirgan 5 nafar insonga markazimiz tomonidan ushbu kitob hadya o'laroq taqdim etiladi va agar ushbu ko'rsatuvimiz, podkastlarimiz, suhbatlarimiz davomli bo'lishini xohlasanglar, izohlarda fikringizni yozib qoldirishingizni so'raymiz. Hammalarga e'tiboringiz uchun kattakon rahmat.